Diqqat diqqat! Bugungi kunda YouTube platformasi orqali daromad topish juda ommabop va foydali. Agar siz ham YouTube orqali o'zingiz yoki biznesingiz uchun daromad olishni istasangiz, biz sizga kanal ochishda yordam beramiz. Sizning tanlovingizga ko'ra quyidagi variantlar mavjud. O'zbek tilidagi YouTube kanal ochish narxi 500 ming so'mda belgilandi. Rus tilidagi YouTube kanal ochish narxi esa 1 million so'mda belgilandi. Ingliz tilidagi YouTube kanal ochish narxi esa 2 million so'mda belgilandi. Har bir kanal mahorat tarzida yaratiladi va tayyor holatda bo'ladi. Bu orqali siz daromad olishga tayyor bo'lasiz. Fikrlaringizni hayotga tatbiq qilish va omadingiz sari ilk qadamni qo'yish uchun hozir biz bilan bog'laning. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosishni unutmang. Shuningdek, do'stlaringizni ham bizga taklif qiling. Videomizga, ya'ni mehnatimizga bir dona like bosib qo'yish ham yodingizdan chiqmasin. Keling, videomizni boshladik endi. Mehribonginam filmidagi Kishan obrazini yaratgan kichkintoy hozir qanday ko'rinishda? Tayyormisiz? Unda videoni boshladik biz. O'tgan asrning 80-yillarida Mehribonginam Okean, Oila, Inson va Qonun kabi filmlarda rol ijro etgan kichkintoy ko'plab muxlislar yodida qolgani shubhasiz. Bugun ushbu jajji qizaloqning hayoti qanday kechgan va u hozirda qanday ko'rinishda ekanligi qiziq bo'lsa kerak. Shahinta 1981-yil unchalik ham mashhur bo'lmagan rejissor, prodyuser va aktyor Payk va uning turmush o'rtog'i Mumtozning oilasida dunyoga kelgan. Yosh aktrisa dastlab televideniye bilan aloqasi bo'lgan, otasi tufayli tish pastasi va alkogolsiz ichimliklar reklamasida qatnashgan ajoyib tabassumga ega qizaloq tomoshabinlarga shunchalar yoqib qolganidan tez orada uning ismi hammaning tilida doston bo'lgan. Uning otasi ikkinchi xotin va kambag'alning do'sti kabi loyihalarda rejissor yordamchisi sifatida ishlab yurgan kezlari suratga olish maydonchasida kichkintoy Shahintani Rajesh Khanna ko'rib qoladi. Aynan qizaloq uchun atalgan Nega bunday bo'lyapti filmini suratga oladi. 1990-yilda Shahintaning otasi Masof Kavaq filmini suratga olishni boshlaydi. Unda Nasriddin Shah, Anita Raj, Prem Chopra, Said Jafira va kichkintoy Kutu ishtirok etadi. Ammo film Nasriddin Shah bilan bog'liq muammolar tufayli to'xtatildi. Loyiha esa ekran yuzini ham ko'rmaydi. Shundan so'ng Shahintaning otasi o'zi singari qiziga ham Bollywoodda o'rin yo'q deb o'ylaydi va uning e'tiborini ko'proq bilim olishga qaratadi. Hozirda Shahinta baxtli oila bekasi va Hindistonga qaytishni rejalashtirmagan, ammo u Bollywoodda o'tkazgan vaqtini hech qachon unutmaydi. Xo'sh, bugungi videomiz yakuniga yetdi. Agar sizga yoqqan bo'lsa, like bosing. Bu bizga yanada ko'proq motivatsiya beradi. Fikrlaringizni kommentlarda kutamiz, chunki sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Eng qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Keyingi videoda uchrashguncha